Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangan kunlaringiz xayr va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam qidim. Men Kamina Bobur ekanman. Xudo xolasa sizlarga sotiladigan 600 kvadrat metr namunali hovli joy ko'rsatamiz. Yashashga tayyor, uzum yashiman deb xudo xolasa taxlangan joy. Uni ham eslatib o'taylik do'stlar. Bahosini oxirida aytib o'tamiz. Video boshidan shu kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Like, kommentariy yordam qiling, bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Videolarımız prosmotorlar normal bo'ladi, lekin like bosmaysiz do'stlar, like pul emas. Bir bosib qo'ysangiz xudo xolasa kanalimiz rivoj uchun ham yaxshi bo'ladi. Bizlar ham xudo xolasa like'lardan motivatsiya olib, yana sizlarga shunday joylarni chiqarishda davom etamiz. Instagramda ham 16 ming bo'ldik, tabriklasangiz bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga shu kottejimiz sotuvga chiqibdi. Hovli joy desak ham bo'ladi. O'zlarimiz yashashimizda qilingan joy do'stlar, yana yurtlaringiz. Bedena starbasına do'stlar, Wi-Fi'larim kelib tutdi. U tayyor xudo xolasa. Bemalol internetdan, gazdan, svetdan umuman yo'q. Ugulovoy bo'ladi. Eslatib o'talik. Qo'shnilar ham ajoyib dedilar. Bu tarafdan bersinlar akib taxlabarsizlar bo'ladi yana. Salmonlar bog'lab tok. Manzilga keladigan bo'lsak, Yangiariqda bo'ladi. Xonqa bilan chegaradosh, ya'ni Gulobodda bo'ladi ekan do'stlar. Bunda Yevrometan shuni orqa tomoni bo'ladi ekan. Shuni yonidagi ko'cha bilan kirib keladi ekanda. Yine. Xudo xolasa yine şöhrimiz sotiladi do'stlar. 600 kvadrat metr namunali hovli joy. Yine alt taraflari burchakka bosilgan. Utub litr bo'lgan ekan joyimiz. Rishotkalari bor, ko'rib turasizlar alt tomonlarni. Onlarni o'zingizlar faolashtirasiz. Qaranglar. Girganingizda mashina qo'yish uchun messangiz bor, naves qilib qo'yib turar. eBayda archalan akaman desa, iminin messangiz ham bor. Gullarni ekib qo'ysangiz xudo xolasa chotki bo'ladi. Undan tashqari kanalizatsiya joylari bunda birisi bor. Ko'chalar ham birini qo'yib uzadilar. 2 dona. Ondan tashqari bu yerda qatorxonasi ham bor ekan do'stlar. Undan ham momoy xudo xolasa bu yerlarni chiroylatib qo'ydilar. Topsani yetadi dedilar, lekin ichini narsalar jihozlari qoladi. Uni ham eslatib o'talik. Yuzingizga ko'rib baho berasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bog'ni e'tibor berib o'tasizda, xudo xolasa bog'im yomon emas. Orqa tomonda yostiq tualetlari, xalodotkalari joylashgan bo'ladi. Yana mevalari bor, mevalari yetishtiraman deb yuribmiz. Yerlari yaxshi belgilangan, suv, puv hamma narsa yetarli, gaz umuman yo'q. Vodoprovod ham bo'lishi kerak. Bor, hangi vodoprovod? Vodoprovod bor. Xudo xolasa, lekin bu yerdan mashinaga xudo xolasa joylatib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda yana gaz ham bor bu yerda. Muammo yo'q. Keling, ichki tarafdan tanishtirib o'tamiz. Lekin betdum shotga ishlab turadi, qaranglar. Gulaysizda quyosh shotga bo'lib turadi. Bismillah. Uyimizga kirganimizdan ishning pirogojni uchun messangiz bo'ladi ekan. Bu tarafda mebellarni qo'yib turaylik. Alashtiringizda sal bordakroq. Uyning egasi boshqadan jarayonlarning sababi satchaq ekanlar endi. Berimizda yana kuxni mebellari xudo xolasa bu narsalarda olsa hamma narsasi qoladi deb tutar ishida ko'rdingmi? Hamma narsa. Yana o'zingizda bu xabar berasiz. Chiroyli o'ylab bosilgan ekan berimizda. Bu tarafdan bir xonasi bor. Endi terrasiyani vangisini qo'ymoqqa mesga qilsangiz ham bo'ladi. Bonimiz esa kattagina zol. Zoldan chiroyli o'ylab bosilgan xudo xolasa. Lyustrasi bor. Endi lyustratsiyalar ketadi dedilar. Shunda shu topcham bilan lyustratsiya yetadi ekan do'stlar. eBayda yana sonazak qismim. Alison mana bor. Polisi kafe. Bu tarafimizda iç tarafa unitazi, bu tarafda spalnisi bo'ladi ekan. DC spalnisi qilasizmi, plan ishtirasiz. Va bu tarafimizdan shuning xonasi bor. Fonda beramiz. Batareylari bor, gazdan umuman yo'q bo'lsa, vodoprovod ham bor dedilar. Yana yonimizda esa chiroyli bo'ylab o'tirgan beramiz ham. Gilamlari bor, yerni ko'rtirgan hamma narsa qoladi. Görərsə olsa, bahasına gələn olsaq $70,000 da tutdular. İndi ekranda nomeri soraş baxın sizlərdən. Mən göstərib veriş. Mən aytam oyun egələrinə oynab bir sırayla bahada qoyan demə. Şimdi baxanı aytdılar, mən çıxartıbma. Gəlişlərdən mənlər bad edələr. Variantlarına oyun egəsindən sorab bir olarsa variantlar badəyəndiyim oldular. Həmmə rəhmət, videomuzun dostlara birləşik qoyuş yazdan çıxmasın. Sağ olun, salamat olun. Bir like mən üçün Xudağa basıb qoyarasın. Sağ olun, sağ olun.